odam tekshlikda turganda aram 5 kvadrat kilometr ufuqni ko'ra olishi mumkin. Agar u 1 metr egizlikda ko'tarilib qarasa, 10 kvadrat kilometr. Undan yuqori ko'tarilsa, texmi yiroqni ko'rib, nazar doirasi birdalik kengayib ketgandek bo'ladi. Bir qism o'quvchilar Moskva kino studiyasi ishlagan rangli hikoya film 41-ni ko'rib, ana shunday tuyg'u va hissiyotda bo'ldi. Urumchiga yaqinda kelib, ichki jihatdan qo'yilayotgan bu kinoni Salim apandining tashkillashi bilan 64-yillik 1 va 2 sinf o'quvchilari tunigun kashf ko'rgan edi. Salim qachon kinodan chiqibla o'z ta'sirotini mundaq ifodaladi. Er ayol bütün bir yer sharini qoq yerimizdan egallaganlik uchun ular bir-biriga shuncha taqozolik bilan intilib, sharning yana bir yerimi qo'ynini ochadi ekan. Muhabbat degan mana shu. Tabiiy ig'ir, kalimijoz matkeram matqasimmi kinoning sihri kuchi bilan nas bo'lib, yanada maraqlarga hayajon bilan mundaq deb soldi. Bizning kinolarimizda ishga hissiyot degan narsa yo'q. Bizning yozuvchilarimiz hamisha dogmatizm va aqliy hukmlarga tayanib ijod qiladi. Mana bu kinoni qaranglar, xalqlar boshqacha yozadi ekan. Buni bizga nisbatan aytganda yangi bir ufqum deyishga bo'ladi. Uningda urushning obrazi, urushning simvoli degandeklar ajoyib go'zal she'riy fikrlar orqali ifodalangan. Hey, qashal gap qilma, dedi uning hamrohi Sulaymon Qizilburun jiddiy talaffuzda. Bilamsan, seni bu kino maqtab bersin deb ayttirmidi, balki ibrat olsin deb, siyosiy sezgirlikni o'stirsin deb. Yana birisi uning fikrini quvvatladi. Rost, ba'zilar bu kinoni burja insonparvarlik bilan, burja shaxsiyatchilik kuchab targ'ib qilingan, hozirgi zamon Shu Jingjuyining san'atlik avrishkisi deb aytibdi. Aslida ovoz yetakchi bu kinoni o'quvchilar ko'rishga bo'lmaydi deb bizning ko'rishimizni to'sib ekan. Lekin Salim apandi o'quvchilarning nazar doirasi kengaydi deb bizni o'zi tashkillab akiribdi. Bularning parangiga yengili kelib qistirilgan Gayit Mayit chalva qilgandek mundaq dedi. Kim nimdis davamamdi, ish qilibman, yomon demayman. Har kimning o'z oldiga go'zallik qarshi bo'ladi. Anglasam bu kino 1957-yili Parijda o'tkazilgan Jama xalqaro kino festivalida favqulodda darajalik mukofotga erishibdi ekan. Yaxshi bo'lmasa, xalqlar unda katta mukofot bermasdi. Qizilburun uning fikriga o'qdi qopdi. Hey, kirikmiri, bu mukofotning Parijda qeri jahongirlikning o'zi berilganligini bilib turib, yana yaxshi deysan-a? Agar u Parijda emas, Beijing, Havana yoki Tiranada berilgan bo'lsa, ondan yaxshi desam bo'ladi, ahmoq. Kinodan chiqib boshlangan bu talash tartish munozira yotoqqa borgandan besiqmadi. Yoshlar yengil qiziqadi, intiladi. Bu jihatda ular o'z fikrini o'tkazish, qoyil qilish va sharhlashda nihoyat qaysar, notiq va bilimli bo'lib ketadi. Shu kuni bir necha yotoqda xeyli vaqtlargacha chiroq o'chmadi. 41-kinosi ularning o'ziga suv quyayotgandek tensiz bo'lib ketdi. Yotoqning ochiq eshik derazalarini g'oj-g'ujlar, ta'mi masxiralar, o'kti qo'pish va chalvoqashlar xuddi po'jansidek paraslab etilishga boshladi. Oqniyozning yotoqiga 10 saboqdosh to'plashib olgan edi. Sani qashon Gayit Mayit, G'o'lam To'poq, Qizilburun, Matkirim Matqasim qatorliqlari ikki qoshqa bo'linib munozirlashyapti. Oqniyoz karavotida yonboshlab, hech kimga aralashmay kitob ko'rgan bo'lib yotadi. Hey, bag'arasa o'ylab baqa, dedi Gayit Mayit ovozi pitib ketgachga xirqirab. Maliyotkumu, jiyorok oturokmu odamgo, odam bo'lgandimi, yotchimislik ishki odamgo. Muhabbat degan odam tugul, hayvonlardim bor. Otlarning bir-biriga qarab kishnashlari, qalalarning iz qo'llab bo'shlari, eshaklarning quloqlarini shingshaytib angrashlari, ularning bir-biriga bo'lgan ko'nglini, ishqini izhor qilish emasmi? Hey, sen bu gaping bilan mohiyatlik bir tarafni inkor qilib o'tding, Saram, dedi Qizilburun. Bilib qo'y,
Odamda ishq muhabbat hayvonlarda bo'lsa tabiiy xususiyatli bo'ladi jumu. Ona inkor qilgani yolg'iz u emas. dedi qizil burungi bo'lishdi G'ulom To'paq. O eng muhim bo'lgan yana bir narsani sabablar o'rtasidagi jiddiy farqni inkor qilyapti. Uning uchun bo'lganda biz qandoqdir proletariat odamlari, burjuaziya odamlari, inqilobiy odamlar, aksiz inqilobiy odamlar deb ayirib o'tirmasaqmi bo'ladi ekan, shundaqmi? O'z dushmanini unutish, o'z dushmanini suyish bu kinodagi atalmish insonparvarlik va odamgarchilik. Bunun bilan nima demakchi? Agar inqilobiy grajdonlar urushi bo'lmagan bo'lsa, bu ikki odam o'zaro muhabbat bog'lab, baxtiyor o'tgan bo'ladi demakchi. Demak, bu filmda turmush qo'pollik bilan burmalangan bo'lib qolmasdi, balki inqilob va inqilobiy urush insoniyati deb haqoratlangan. G'ayib Mayit qoyil bo'lmadi. U texni azmaylab o'zining yeni fikrini sharhladi. Meningcha kishilarning baxt saodatida 3 xil omil bor. Birisi muhabbat, birisi tinchlik, yana birisi haqiqat. Mana bu 3 omil hozirlangandilar, ondan kishilar haqiqiy, mangulik baxt saodatga erishadi. 41-filmda insonlar o'rtaq bo'lgan mana shu g'oya va to'g'ri istak san'at yo'li bilan namoyon qilingan. To'g'ri, to'g'ri. dedi Sanay qachon qo'llarini yeni harakatlantirib. Ayollar o'tirsa hamish ishq muhabbat bo'lib turdi. U ishq muhabbatning ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan eng sirli go'zal minutlar bo'ladi. Bizning kishilarga ko'rsatadiganimiz ana shu qimmatli go'zal minutlar. Qachon nima deb jo'ylayapsan? Sancho To'paq. To'xtag'ana, mening gapim tugimadi. Sen To'paq alaqdek ko'r. Ko'zlar olaydi. Sho'gaylar chashirdi. Eg'izlar maymoqlashdi. Chiroylar purlashdi. Lekin bundoq oyog'i chiqmas gap so'zlar bilan qattiq qaynashlar o'z betiga qeliverdi. Agar qo'shni yotoqlardagi o'quvchilarning uyqumizga ta'sir etdi degan noroziligi va o'ktis bo'lmagan bo'lsa, balkim bu varang-churunliq munozira texni qizib, tun aslidan eshib ketgan bo'ladi. Lekin munozira yarim yo'lda to'xtab qolmadi. 3 kundan keyin rasmiy tashkillik holda yana elib berildi. Parallel ishchi sinfning o'quvchilari uqtirishga binoan birlashma darsxonaga to'plandi. Fakultet mudiri Yoqub Kerimi, siyosiy yetakchi Havaz Baxti, Salim Apandi va adabiyot nazariyasi o'qituvchisi Umar Sherif bilan logika muallimi Shamshiddin qatorliqlarning sirtdan qatnashdi. Klasskom G'ulom To'paq yig'inni boshqardi. Saboq boshla! dedi u minbarga chiqib. Biz o'tganda Salim muallimning uyushtirishi bilan Sovet ittifoqi hikoya filmi 41-ni ko'rdik. Muallim bizga buni ko'rsatishda nazar doirini kengaytirish, nazariya bilan amaliyotni birlashtirish va farq etish iqtidorini o'stirishni maqsad qilgan. Deganda kinoni ko'rgandan keyin yo'ldoshlar o'zlikdan noit qizg'in bas munozirlarni qilishdi. Bir muncha o'xshamagan fikr va nazariy qarashlarni o'rtaga qo'ydi. Menimcha bundoq jonliq bas munozirlar bizning saviyimizda, bilim qurilmamizda, tafakkurimizni cho'nqurlashtirishga foydali. Bugun biz shu kino film haqidagi ko'z qarashlarni yanada cho'nqurroq, sistemlab o'rtaga qo'yish uchun bu yig'inni ochdik. Hammalarning aktiv qizg'in fikr bayon qilishini umid qilaman. Bir pas jimjitlik hukm surdi. O'tganki qizg'in munozirchilarni bir-biriga qarshi qo'yib shuklab qilishdi. Chunki ular bu yerning ko'cha yoki yotoq emasligini, u yerlardagi o'xshash og'ziga kelgancha varqirab, jarqirab so'zlashga bo'lmaydiganligini, har qanday fikr yoki ko'z qarashlarni ma'lum qoida-qonunga solib, nazariyaviy asoslar bilan sharhlashning lozimligini yaxshi biladi. Uning ustiga bu yerda fakultet mudiridan tortib, damliq o'qituvchilargacha o'ltiribdi. Ularning oldidan azroqni ketkizib qo'ysang, sening bilimingdan, iddiyongdan, ko'z qarashingdan gumonlanadi. Oxiri o'zingni ishonchsiz odamga aylanib qolasan. Eng yaxshisi g'it qisib o'tirgan tuzuk. So'zlashga xumoda qolganlar so'zlasin. Anglab o'tirishga odam kerak. Bir hafta jimjitlikdan keyin birinchi to'pni yana Zoid otdi.
u o'zini ko'rsatishga bo'ladigan bunday katta so'rinlarda hargizmi fursatni qo'ldan bermaydi. U o'rnidan turdi. Qo'li bilan chechini tarab qo'yib, fakultet mudiri bilan ovoz baxtiga alohida nazar bilan g'ilmiyib qaradi. Ondan gilini qirib, yutqunib, oldirmay ovozini amri ma'rufga keltirib so'zlashga boshladi. Men 41-ni ko'rdim. Ba'zi ustozlar bilan fikr almashtirdik va bir necha kundan beri cho'nqur o'ylandim. Menimcha bu filmni hozirgi zamon Shu Jingjuisining san'atga avrishkisi deyishga bo'ladi. Bu filmda tarqatilgan burja insonparvarligi fuqarolari hozirgi zamon Shu Jingjui Lucianini sotsializmdan kapitalizmga tez o'zgarishdan iborat siyosiy talabni san'at va ideologiya sohalari orqali aks ettirib bergan. U sal to'xtadi. Qo'lida kichkina qog'ozga lappida bir qaradi. Uningda aytmoqchi bo'lgan fikrlarining muhim nuqtalari tezis qilingan edi. Bu filmda faqat shaxsiy baxt saodatlar haqiqiy va mangulikdir. U hammadan a'lo degan chirik burja shaxsiyatchilikni tashviq qilgan. Kinodagi maliyotdan iborat tushkunlashib ketgan ayol jangchining obrazi Sovet ittifoqining inqilobiy xalqi va inqilobiy qahramonlariga nisbatan qattiq haqorat emasmi? Abdur bu ayolni dastlab shunda qahramon, qaysar qilib ko'rsatdi. Keyin uni bulsha xunuklashtirib, bir oq ofitserning sharmanda oshnasiga, erki maynoq shalla xotiniga aylantirib qo'ydi. Demak, asarning beshidagi kommunizm haqiqati va kuchining simvoli bo'lgan munavvar jangchi Malyotka oxirga berib, sinfiy dushman Giyorov o'tirib bilan muhabbat bog'lab, o'z asrining asriga aylanib qoldi. Amaliyotda u inqilobning xoini o'rniga tushirilib qo'yildi. Butun film ulug' grajdanlar urushi qarshi bir xil pushaymon bilan mazoqlash buruqni tarqitdi. Shunga bu filmni inqilobiy urushning pushaymonnomasi va to'ynomasi deyish kerak. Biz buni o'zimizning oqchashliq qiz, qizil bayroq shajarasi qatorliq filmlarda ifodalangan angakchilarning Teodor Pomchiklar sinfi qarshi muqaddas g'azablari, Don Songri, Xiangganning cho'qqisi qatorliq filmlarda ifodalangan inqilobiy jangchilarning jahongirlik bilan asiyatchilik bo'lgan cho'nqur o'shmanligi, ularning ulug' va fidokorona ruhi, egilmas sunmas inqilobiy irodasi bilan selishtirsak, uningdagi iddining intoyin tushkun, ruhning intoyin zaif, hissiyotning intoyin quruq puchakligini ko'ramiz. Demak, 41-chi nomli bu zaharli filmda kishilik xususiyatga dushman yo'q. Dushman urush demakdir degan intoyin ziyonli bir safsat targ'ib qilinib, qandoqdir odamigarchilik, inson tabiati, insoniy muhabbat degandek burjoziyaning ko'nimallari bozorga selingan. Bu filmning yozuvchisi va rejissyorlari burjoziya oldi tez tukib zavolliq yuz tutgan. G'arb burjoziya adabiyotining xapriklaridan afyun yasab, Sovet xalqini va bizni zaharlamoqda. Shunday shundoq jiddiy sinoq oldida har vaqt hushyor va sagat turishimiz, ularning aqdi bashirisini rahimsizlik bilan etib tashlab, sotsialistik adabiyot san'atimizni gullantirishimiz, qo'ldishimiz lozim. So'zim tugadi. Xeyli kuchli chavak sadosi ko'tarildi. Lekin tekshirmas edi. Vaqtmi ancha uzoq so'zilmadi. Faqat ovoz vaqtida hammaylar to'xtagandimi, yana hayojonini bosolmay, xushallik bilan chavak urib o'tardi. Zayed o'rniga o'tirib o'tib, uningga lappida qarab qo'ydi. Uning chiroyidan, ko'zidan va butun turqidan xuddi jiddiy imtihonda o'tib chiqqan o'g'li yoki inisidan rozi bo'lgandagidek bir xil xushallik, qoyillik aks etib turardi. Zayedning orqasidan yana bir necha o'quvchilar so'zladi. Ularning so'zi qisqa edi. Talaffuzi muqomimi Zayednikidan cho'ng farq qilmaydi. Ular so'zlab bo'lgandan keyin sinf ichiga yana bir pas jimlik cho'kdi. Salih qashon bilan Matkeram Matqosim hadab bo'yinlab Oqniyozga qaradi va qosh ko'zlarini o'ynatib bir narsa demamsan degandek ishoratlarni qildi. Ular Oqniyozning so'zisila yaxshi so'zlaydiganligini, cho'qim Zayed qarshi muqomda gap qilganligini bilishardi. Lekin bugun Oqniyozning so'zlash niyati yo'q edi.
41 to'g'risidagi ko'z qarashlarini avval Shavkat bilan obdan fikrlashib, keyinroq biror parcha ilmiy maqola qilib yozish o'yida edi. Endi bo'lmadi. Zoyatning ko'rang ovozi, gidiyib turishlari, alohida tayyorlik bilan tezis tuzib so'zlashi uni bir narsa deyishga undadi. Bo'libmi ovoz baxtining bema'ni qiliqlari uning texni tishini qirishtirib qo'ydi. U ixtiyorsiz o'rindan turib ketdi. Partiga terib olgan yo'g'on o'g'ili qo'llari hayajondan sezilarlik titrayotdi. Odam qayerda cho'nqur o'yga bassa, shu yerda yangi fikr, yangi aql topadi ekan. deb so'zini boshida u tamkinlik bilan. Men 41-ni ko'rib, shu kechasi uzoqcha uxlay olmay, nurg'un narsalarni o'yladim. Bir muncha materiallarni ko'rdim. Yana o'yga patdim. Bu kinoda zodi nima demoqchi? Menimcha buni kutib iddiya shu davrdagi ichki urush qalaymiqanchiliklarini, bolsheviklarning botirligini yezish bilan bir qizning vatanparvarlik ruhini madilashdan iborat. Lekin biz uni burjuaziyaning insonparvarligi, inson tabiati deganlarni tashviq qilgan deb ayblayapmiz. Haqiqiy ahvol zodi qanday? Hammamizga ma'lum, inson tabiati odamning tabiiy xususiyati bilan ijtimoiy xususiyatidan iborat ikki tarafni o'z ichiga oladi. Odamlar orasidagi ar-xotinlik muhabbat, ota-bolalik muhabbat, qiz-yigitlik muhabbat va odamlarning go'zal narsalaridan o'rtaq lazzatlanishi, zo'qlanishi qatorliqlar albatta insonlarning tabiiy xususiyati bo'ladi. Bo'g'doko'lning go'zal manzarasidan, Qashqarning shirin oniridan, Turpanning tatliq uzumlaridan har qanday millat, har qanday sinfdagi odamlar, mayli gadoy yoki ko'mchik bo'lsin, mayli ishchi yoki kapitalistik bo'lsin, o'rtaq lazzatlanadi. İctimai xususiyat albatta uning sinfiy maydoni, dunyo qarash qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Har qanday bir konkret odamda bu ikki xususiyat o'zaro garalashib ketgan bo'ladi. Shunga odam murakkab narsa. Uning ruhiy dunyosi intayin cho'nqur ham nozuk. Adabiyot odamni yozadigan, uning eng nozuk ichki tuyg'ularini ifodalaydigan fan bo'lg'achqa, u odam tabiatidagi ana shu narsalardan o'zini qochira olmaydi. Menimcha 41-filmida odam tabiatidagi mana shu xususiyatlar nihoyat to'g'ri ham mohirlik bilan garalashtirilib aks ettirilgan. Aqniyaz cho'nqur tinib oldi. Fikrlari uning kallasiga xuddi marjon chiziqlaridek shundoq aniq va dona-dona kelib o'tadi. U so'zlagan sari qizishdi. Qiziq qini tomirlarida shu'ldaydi. Biz inson tabiati ustida izlanishda uning yaxshi tarafi bilan yomon tarafini, yaxshilik bilan yomonlik aralashib ketgan ham bir-bir bilan tirkishayotgan tarafini, shundaqla yaxshi yomon degan so'zga yig'inchoqlashga bo'lmaydigan nozuk, sirliq, yushirin va abjash taraflarni cho'nqur tushunishimiz kerak. Qisqasi, odam degan shundaq nima? Ham kuchli, ham ojiz, ham go'zal, ham xunuk, ham ulug', ham chaqina. Menimcha bu kinoda odam tabiatidagi mana shunday qarama-qarshiliklarning yo'g'rilmasi to'g'ri va obrazli ifodalab berilgan. Biz bu asarlarimizda nima uchun shunday zidisi bor qahramonlarni yoza olmaymiz? Dunyoga mashhur yozuvchilar shunday yozgan-ku. Shoroxovning echilgan Tin romanidagi Davidov obrazi ana shunday emasmi? Kommunistik g'oya nuqtasidan aytganda u nihoyat yuksaklikda turadi. Lekin u yana tirik odam bo'lganlik uchun eriq o'stan bo'ylarida ko'ngli tartgan qiz-cho'qonlar bilan aysh-shirat qiladi. Davidovning qimmati hargiz shu yerlik parskomning shujisi bo'lganligida emas, balki u eng oldi bilan odam bo'lganligida. Men bu masalalar ustida uzoq izlanib davomli tadqiq qilyapman. Hozircha fikrim shu, to'g'rimi xatomi o'zinglar o'ylab beqinglar. Chexovning bir gapini esinglarga sepib qo'yay. Fikr degan haq tengib beradigan xotin emas. Guldiraz chavak ko'tarildi. Bulutni Salay, Gayit Mayit, Makkiran Matqosim deganlar do'ppisni osmonga otqilib tas kelishdi. Salim apandining chiroyi echilib, hayajondan ko'zlari yaltirab ketdi. U bir o'quvchisining haqiqiy bilim olish yo'lidagi bundoq samimiy, astoydil izlanishidan o'zining yangi mustaqil fikrlarini o'tirib qo'yishdiki, bundoq dadil, ochiq yo'riqligidan cho'nqur iftixorlik his qildi.
Lekin Aqniyozning fikriga qarshi u yer bu yerdan norozi g'o'dirashlar anglandi. O o'zi Oqbandiyni madhiyalab, shahvonlikni targ'ib qiladigan seriq asarga madhiya o'qish bo'ldi-ku. Burja insonparvarligiga oltin tosh kiygizdi u. San'atga kurashni inkor qilgan asarni o'shundoq deb bo'landi. Qandoq degan gap bu? Shundoq gap bu og'ina, chechirma. Bir bo'limdan Salay qashamning kinoyalik ovozi anglandi. Bu o'zi qarama-qarshilikning ustiga qurilgan dunyo. Shunga egammo ikakni do'qoqqa, o'noqni poqoqqa yaratgan. Darsxonada boyiq so'zlarining ta'siri va salmoq bilan o'zaro kusirlashish davolg'ish bo'lib ketdi. Shu araliqda kimdir birisi "Endi Salim apam so'zlab dars qandoq?" deb talab qilib, shu an tushni tushdi. "To'g'ri, Salim muallimning fikrini anglaydi. Salim muallim so'zlab bersin" degan ovozlar yangrab ketdi. Salim apandi orsolda bo'lib o'tirib qoldi. So'zlay desa, u so'zining talash tartishga yakun bo'lib qilib, boshqalarning erkin ozodi fikr qilishiga to'sqin bo'lib qilishidan ansiraydi. So'zlamay desa, o'quvchilarning lavzi yerda qilib, yig'inning kayfiyatiga ta'sir etadi. Shuna o bir qarorga kelolmay turganda, fakultet mudiri Yoqub Kerimi uningga so'zdan degandek bosh ishorat qildi. Salim apandi o'quvchilarning talabi, mudirning o'ndishi bilan oxir munbarga chiqdi. Salim apandi usta notiq edi. U o'zining anglovchilarni ram qilg'uchi mardona ovozi, muloyim sho'x xislati va salobatlik siymosi bilan hamisha hamma yerda ko'rinarli utuqqa erisha oladi. "Saboq boshla", dedi u o'ziga tikilib turgan o'quvchilarga mehr bilan qarab. "Men bugun nihoyat xushal bo'ldim. Sizlarni o'ylashga, so'zlashga va izdirishga shunchalik jur'at qilganliginglardan xushal bo'ldim. Men o'ylayman, bir oliy maktab o'quvchisi biror kitob, biror kino va biror klassik asar to'g'risida cho'nqurroq bir tushuncha bera olmasa, biror parcha ilmiy qimmati bor maqola yoza olmasa, kun bo'yi quruq gap qilib, siyosiy shuarlar bilan hafilishib o'tsa, uni qandoqmi oliy maktab o'quvchisi degani bo'ladi. O jamiyatga chiqqanda zodi nima ish qilib bera oladi? Qadimkilar to'g'ri aytgan, tolib yog'ichoq so'risi olim bo'lolmaydi. Hammanglarga ma'lum, insoniyat birining izini biri besib olg'a ketaveradi. Bizning oldimizda nurg'un ajdodlar o'tmadimi? Bugungi kunda ular qadimki odamlarga aylandi. Bizmi yiroq bo'lmagan kelgusida qadimki odamlarga aylanib ketamiz. Faqat asligidek ish qila olsanglar, shundoq bo'lasan. Bo'lmasa tarixni pak-pakiz unutib ketaveradi. Chet eldan olsak, Gomer, Dante, Pushkin, Balzac, Tolstoy, o'zimizdan olsak Farabi, Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqari davrlarida ular bilan birga yashagan zamondoshlar ozmidi. Albatta oz emas, lekin ularning hammasi unutilib, faqat oshular insoniyatning qalbidan o'chmay kelyotdi. Odam uchun toj va boshqalar zinnat bo'la olmaydi. Balki uning zinnat ularning vujudidagi bilib, shunga odam yerga dastigan ekan, cho'qib iz qolg'ida chimdasish kerak. Bo'lmasa, yer yuzida hayot yurganning ahamiyati bo'lmaydi. Salim apandi so'zdan to'xtab, oldidagi stakandan bir yutum choy o'tladi. Sinab shundoq jimjit edi. O'quvchilarmi uning so'zini nihoyat ishtiyoq bilan anglab o'tirardi. Salim apandi g'o'rang yepak yog'liq bilan og'zini surtib etib, so'zini davom qildi. Baya saboq boshlab 41-kinosi ustida o'zlarining har xil fikr va qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Menimcha bu masala ustida o'xshamagan fikr va talash tortishning bo'lgani yaxshi. Biz tarixdan buyon inson va inson tabiati to'g'risida so'zladik.
Amaliyotda bu moddiy va ma'naviy madaniyat jihatdagi boshqa nurg'un hodisalarga o'xshash insoniyatning kapitalizm bosqichida erishgan mevalari bo'lib, burjuaziyaning o'ziga xos narsalar emas. Shundaqla bu nazariyaning hammasila shakal, hammasila proletariatga keraksiz ziyonli narsalar emas. Shundaq ekan, nima uchun inson tabiati so'zlanish bilanla kishilarning sinfiyligi inkor qilganlik bo'ladi ekan? Proletariatning sinfiyligi bilan inson tabiati chiqisholmaydi deb kim aytadi? Marks mo o'zi to'g'risida insonga xos bo'lgan narsalar menga yot emas degan-ku. Ba'zilar uchun kishi bilan kishi o'rtasidagi adolat, o'chmanlik va nafrat ularga zarur axloqiy hisoblandi. Kishilarning bir-birini qarg'ishi va kishilarning azob oqibat ichidagi nolisi ular uchun eng yoqimli muzik kuyi bo'ldi. Bir odamning qadr-qimmati nima tarafidan belgilanadi? Albatta, shu kishining o'zi tarafidan belgilanadi. Biz tulparni uning qimmatbaholik egarjablik uchun emas, balki uning jasorati ham yugurashlik uchun maqtaymiz. Shundaq ekan, biz nima uchun shar'iy hodisalarni o'z qimmatiga asosan baholamaymiz? Bizning bilmoqchi bo'lganimiz hargiz g'ilof emas, balki g'ilof ichidagi xanjarning qimmati emasmi? Lekin uzundan buyon bizda va bizning turmushimizda, adabiy asarlarimizda bir kishining qimmatining yuqori tuvanligini shu kishining haqiqiy axloq fazilati va qobiliyat tarafidan emas, balki uning sinfiy kelib chiqishi, salohiyati, staji va o'rin tarafidan belgilab kelyapti. Natijada bizning kinolarimizda, asarlarimizda maydonga chiqqan personajlar qandoqdir ruhiy parvoz bilan turadigan, ammo jismoniyati qaytib qolgan, iddiyati yuksak, ammo hissiyat quruq shaxslar bo'lib qelyapti. Injilda mangu mavjud bo'lib turgan uch narsa bor: iymon, umid va muhabbat. Bulardan eng ustun turdigani yana muhabbat degan so'z bor. Menimcha bu yerdagi muhabbat keng ma'nodagi insonga bo'lgan muhabbatni ko'rsatadi. Aysa payg'ambarning muhabbati shundoq bo'ldi-ku. O insonlarga bo'lgan muhabbatini ifodalash uchun o'z jonini qurbon qilib, Kristga qilishga rozi bo'ldi. Salim apandining so'zi bu yerga kelganda Havas baxti o'tirolmay qoldi. U go'yo dimbisida burga yoki cho'sidek bir narsa o'milab cheqib yurganda, hadab bo'ynini to'lg'ab, yalpisini qiqib, zadini orom topolmadi. İçinden çıkayotgan bir açıq tuyg'u darhol chiroyiga chiqib, atti o'ngini texmi xunuk va surliq qilib qo'ydi. Shu dapda u o'rnidan dast turib, qo'llarini shiltib, Salim apandini so'zdan to'xtatmoqchi. Uni o'quvchilarni zaharlab, oq mutaxassislik yo'liga mangdim deb ayblamoqchi bo'ldi. Lekin yana tishini tishiga besib, alam bilan o'ltirib qoldi. Chunki o'rnidan turgan ekan so'zlish kerak. So'zlagan ekan Salim apandini lat qilish kerak. Ammo hozir uningda Salim apandini lat qilgudek mador yo'q edi. U inson tabiati, inson parvarlik deganlarning yaxshi narsa emasligini, uning o'zi eng yaxshi ko'radigan sinf va sinfiy ko'rish degan murakkab, nozik hukmlar bilan zodila chiqisholmaydiganligini biladi. Ammo qandoq yaxshi emas, qandoq chiqisholmaydi degan masalaga kelganda u tushuntirib berilmaydi. Bayan Salim apandi o'z fikrini sharhlab, Marksning bir jumla so'zini naql qilganda, u hatto dangida cho'chib ketdi. Injildan misol keltirganda bo'lsa, texmi hayron qoldi. Chunki Injil degan gapni ancha-muncha anglab qolganini hisob qilmaganda, uning ichidagi bilim va ta'limotlardan butunlay xabarsiz edi. Salim apandining so'zi tugab, birlashma darsxonada chavaq va olqish sadolari yangrayotgan vaqtni Havas baxti yana shu o'z fikrining halakchiligida ochiq yotib, alam chekib o'ltirardi. Yig'indan keyin u Yoqub Kerimning orqasidan ergashdi va uningga so'ngishib ishxonaga kirdi. Mode, bugungi yig'in atlashmadi. Salim apandi o'quvchilarni zaharlab ketdi.
dedi u xuddi kichik bola dadasiga dadaxo'rlik aytgandek bechora qiyofatda. Bugun u o'zining oq mutaxassis bo'lishi bilan qolmay, balki o'quvchilarning mush yo'lga boshlayotganligini to'liq oshkorladi. Endi buning sukut qilishga zodi bo'lmaydi. Mudir darhol uning materialini redlab partkomga yo'llaydi. Shundoq eg'irmi? Yaqub Kerimi Bulg'ar tashliq o'rindiqidan xiraman o'tirib, o'liqmay so'radi. Menimcha eg'ir, dedi Havas Baxti boyaga jiddiyligini qilchi buzmay. Agar yo'l qo'yib ketaveradigan bo'lsak, fakultetimiz ideya va nazariya jihatda bir muncha qalaymiqanchiliklar paydo bo'ladi. O'quvchilarni boshqara olmay qolamiz. Ha, mundoqda. Yaqub Kerimning qo'lidagi qizil qarindoshni yezish ustidagi qarin aynakni osti o'rib qo'yib shundoq dedi. Va ko'zlarini yerim yordi yumib xiyolga ketdi. Uning Salim apandining boyiq so'zi to'g'risidagi fikri Havas Baxtinikiga ancha o'xshamaydi. Gerçi u ichidan Salim apandini bir oz topdan chiqib ketdi deb ayiblasimi, lekin uning so'zini Havas Baxti aytgandek o'quvchilarni zaharlagan qora so'z deb qaramaydi. Agar shundoq deyilgan taqdirdami, Salim apandidek ozodlikdan keyin yetishgan, partiya o'z qo'li bilan tarbiyalagan bilimlik, iqtidorli bir o'qituvchini yanada asrash, yetaklash va tarbiyalashga bo'ladi. Hadislar uningga oq yoki burjuaziya deganda qo'rqinchli qalpoqlarni kiygizib nobud qilishga bo'lmaydi. Uning so'zini men angladim, dedi Yaqub Kerimi oxir xiyoldan beshini ko'tarib. Menimcha bu yanada ilmiy masala. Ilm fandiki bas munozira orqali tadrijiy oydinlashtiriladigan masala. Buni fakultet nomidan material qilib yo'llashning hech qanday hojati yo'q. Agar fikringiz bo'lsa, Salim apandining o'zi bilan so'zlashib, haq-nohaqni oydinlashtirsanglar bo'ladi. Men o'quvchilarning ashundoq talash tartish, o'rganish orqali bu masalalarni obdan bir taraf qila oladiganligiga ishonaman. Havas Baxti go'yo taxsis qo'ldan tushib ketgan bechoradek o'ng'aysiz holga tushib qoldi. U fakultet mudirining o'z talabini bundoq sipogarchilik bilan rad qilishini o'ylamagan edi. Bo'pti, fakultet nomidan materialni yo'llashga bo'lmasa, men Jinshudi bilan o'zim so'zlashaman, dedi u do'qqilgandek chalmoqqa. Keyin chiqqa o'zingiz mas'ul bo'lsangiz bo'ladi, mudir. Bo'ladi, so'zlashing, dedi Yaqub Kerimi xotirjam holda. Fakultet nomidan emas, shaxsiy nomingizdan so'zlashsangiz bo'ladi. Keyin chiqqa albatta men mas'ul Havas Baxti. Ular so'g'uqni xo'shlashdi. Havas Baxti jiddiylashganlikdan bu so'g'uq putlashib, yiqilib tushga tas qoldi. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ko'rkam tong shafaqi saharning sus tumanini qizillik purgedi. Uning zar talolari daryozdan ostan sho'ng'ib kirib, Oqniyozning yuz ko'zini g'adaqladi. U ko'zini ochib, beshini ko'tardi. Yotoq tashlarining ba'zi pushuldab, ba'zisi xo'rak tortib, saharning shirin uyqusini uxlayotdi. Oqniyoz daryozdan sirt qarab qo'yib, darhol kiyinishga boshladi. Bugun yakshanba edi. Yakshanba tamoq ishga vaqt bo'lg'achqa nurg'un o'quvchilar kun chashka bo'lg'ich eg'inab uxlaydi. Keyin bozorga chiqib, kinoga kirib kunni o'tkazadi. Oqniyoz bugun madikor ishlab, ozroq pul tepish xiyoliga kelgan edi. Yaqindan beri uning yonchi qurib qoldi. U yer bu yerdan kelgan qalam haqqilari hajilnib tugidi. U bir necha kunning oldidan g'ayratga kelib, G'unchi qizni kinoga taklif qilib edi, lavzi yerda qolmadi. G'unchi qiz uning bilan xuddi oksining yerda o'tirgandek, shunday qizg'in, muloyim va do'stona holatda o'tirib kino ko'rdi. Uning bilan o'zini erkin ozoda tutib paranglashdi. Hatto Oqniyoz ba'zida hayajondan holiqib, tantirib qolganda u oqko'ngillik bilan uning qo'lini yoki belaklarini tutib, sho'xliq, dilkashlik bilan uning ko'ngliga taskin berdi. U Oqniyozni chin ko'nglidan hurmat qiladi. Uning bilimlik,
oq ko'ngil mardona yigit ekanligidan suyunatdi. Uni go'yo o'z aksini yaxshi ko'rgandek bir xil iftixorlik, ixlosmandlik tuyg'usi bilan yaxshi ko'rardi. Lekin bu muhabbat emas edi. Balki hayot yo'lidagi vafodor do'stlarning bir-biriga bo'lgan hurmati va aqidasidek saf va g'arazsiz hissiyat edi. Xonch qizning hissiyati, nazokati, salobati, qisqasi barliq yurish turish, so'z harakatida ana shundoq bir kuchli do'stona ma'naviy to'lqin bor edi. Vaholanki Oqniyozning oshiqona yuragi bu to'lqinning shiddatli hujumiga tinmay chayqaladi. Oqniyoz aqlli, tuyg'un yigit edi. U garchi Xonch qizning mangu o'ziga tava bo'lmaydiganligini, uning ruhi va jismi allaqachon boshqa birisiga taalluq bo'lib ketganligini, Xonch qizning faqat adab va hurmat yuzidan o'zi bilan yaqin o'tayotganligini bilsimi, lekin u yana qiz zotiga bo'lgan tunji muhabbatning talva iskanjisidan chiqolmay, Xonch qizning birdamlik shirin suhbatidan, sho'x beqishlaridagi noz va haroratdan, bulbulda qiqindoq kulishlaridagi sehriy tabassumdan o'ziga bir xil ruhiy madad va tasalli elib kelyotdi. Mana shunday chaqlarda u muhabbatning haqiqatanmi rahimsiz hukmron, shafqatsiz xoqon ekanligini, uning qanday turib ketgan qoida nizom deganlarni bilmaydiganligini, uning faqat o'ziga xos qoida nizomlari borligini tushunib, o'zining talaysiz taqdiriga tan berib o'tmoqchi bo'ldi. U Xonch qizni yana bir qatim kinoga taklif qilishni o'yladi. Shunday qilganda yuragida ko'yik harorati bir oz pastlab, necha kungacha o'zida bir xil ruhiy kuch va qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi. Lekin shu kunlarda yonchi quruq edi. Bir qizni kinoga taklif qilgan ekan, atnosi 4 mo'changa 2 bilet elishi. Ishchi pushqin chiqarish uchun 2 mo'chanlik gazir elishi. Bunun sirtida yana yonchiqda kinodan chiqibli usuzliqni besish uchun gaz suyi yoki neft suyi ichadiganға 5-6 mo'chandek pul bo'lishi kerak. Lekin unchalik pul hozir Oqniyozda yo'q. Bir oyda bir qatim beradigan 3 yuan turmush pulini yana 12 kundan keyin tarqitiladi. Tex u tarqitilguncha chashlar o'sadi, kiyimlar kirlishadi, tamokimi tugaydi. Demak, u pulni sotirashga ketadi. Munchugu to'linadi, sopun oladi, tamok oladi. Voy xudoyim, qurisin bu namrat o'quvchilik. Tiyinni tiyinga ulashtira olmay, muhtojlik, g'urbatchilikda o'tamdi u kishi. Oqniyoz mana shu muhtojlikdan ozroq bo'lsin qutulish uchun bugun yakshanbada madikor ishlash qaroriga kelgan edi. U amroqlarini uyg'otib etmaslik uchun yotoqda ostda yengil harakat qilib kiyimlarni kiydi. Yuzini chala bo'lib yuvdi va oqshom tayyorlab qo'ygan yerim nonni dag'i so'g'ichlab ichib, rohatlanib bir kekirdida yotoqdan chiqdi. Saharning havosi sof va salqin edi. U ozoda nafaslanib, g'ulash tashlab mang'atdi. Yumshoq bujg'uri chashlari yengil shamolda yalpinib, oq xas ko'ngliki pirildab uchardi. U yo'g'on qadamlar bilan tez-tez minib, do'nko'rishdagi madikor bozoriga birdan yetib keldi. Bu yerda yaqin yurtlardan eqib kelgan haqiqiy ishlamchilarmi, lag'aylab kun o'tkazadigan bekor talablarmi bor edi. Bir chog'da ularning yeniga, beshiga chiman doppan, ustiga oq cho'chinchi kamzul kiygan 50 yoshlar atrofidagi oq pishmoq bir odam keldi. U madikorlarni bir qo'r ko'z o'ngidan o'tkazdi. Kuch va ditini bilmoqchi bo'lgandek rang ro'yiga, put-qo'llariga zang selib qaradi. Oxir Oqniyoz uning ko'ziga issiq ko'rindimi qandoq, Udulla uning oldiga keldi va uning muloyim yuzdan chiqib turgan balalarga xos toddilik va halollikni ko'rib, ko'nglini to'xtatgan holda so'radi. Hukam, ishlamsiz? Ishlay deb keldim. Nima ish qila olaysiz? Hamma ishni qilaman, dedi Oqniyoz o'g'illar bo'rtib chiqqan yo'g'on kuchli qo'llarini yeyib. Tam suvaymiz, suvaqlar yetalaydigansiz? Yirik odam yana azvaylab so'radi. Aytaman aka,
necha yosh vaqtimdan tortib loy bilan hapilashganman. Yaxshi, undoq bo'lsa bugun karomatingizni ko'rdik ekanmiz-da. dedi yiliq odam Oqniyozda xato tanlamaganligidan xushal bo'lib. O'ylining tomlari zaylab ketgan, shuni o'ldaysiz. Yaxshi ishlasangiz tushda bir vaqt tomoq bilan bir qo'y beraman. Aka, xotirjam bo'ling. Ishni siz rozi bo'lgudek qilaman. dedi Oqniyoz uning bilan birga mangmoqchi bo'lib. Lekin bir qo'y sal oz bo'lib qoldi. 1,5 qo'y bering, bo'lamdi. Yiliq odam bir oz turib qoldi. Ko'zlarini qisib, bir narsalarni o'yladi va oxiri mujmalroq qilib: "Qani, avval ishlang", dedi minishqi tanchilib. "Siz meni rozi qilsangiz, inshaalloh, men sizni rozi qilaman." Oqniyoz uning orqasidan maqdi. Ular bug'domonchisining oldidan o'tib, janubiy yo'lga chiqdi va u yerdan to'rt ko'rik tarafga qayrilib ketdi. Bu odamning uyi osh yerdagi bir xalta ko'chada edi. Oqniyoz bexirrang sirda sirlangan qo'shqanotli eshikdan kiribla, ko'ngli vallada echilgandek bo'lib ketdi. 3 eg'iz uyi pokiz, ozoda ham ko'rkam edi. O'yining o'ttirsidagi rang-rang gullar bilan jilolanib turgan chaqqang'ini gullik odamning ko'zini chaqatdi. Qizil toji, gulasman, ajdaho gul, amber gul va qizil, oq, hol rangdagi atirgullar bas-bas po'raklab echilib, o'yliga ko'ngilni g'idiqlag'uchi xushbo'yi chechib turardi. Gullikning chat cho'risiga tikilgan kog'larimi yaproq chiqarib, pelak kiyib, o'g'ziga tortilgan yiplarga birar g'o'latchi yo'g'ishib chiqqan edi. Ishqilib tamlari oqartilgan, gulliki tuji bilan parvish qilingan, hamma narsalar did bilan joy-joyi qo'yilgan, ratlik, pokiz bu ho'yliga qaraganda, bu uyda qandoqdir go'zalligi amroq, tabiatni suydigan chilar, ishchan birisining borligini jazm qilg'ili bo'ladi. "Bizning uy mo'shofka", dedi heliqa odam Oqniyozning diqqatini bo'lib. "Qiladigan ish ana o yerlarni o'ldash." U qo'li bilan ho'yli tomlarining zaylab ketganligidan nohaqlar o'rtib, qora suvoqlarini to'kilib turgan ho'lni ko'rsatdi. "Layni mana bu yerga kelib ozroq o'rak qo'lab itsiz. Ana o yangi to'pa, saman. Mana ketman. Suv o yerda." Ho'ylining bir bo'lingida 2-3 tog'ar kelgudak at to'pa. Biror mishkab saman turardi. Suvni gullikning yanidagi turpida tayyor edi. Oqniyoz darhol ishga tushib ketdi. Dastlab ketmanni g'o'lashlab chepib, loy o'rgini ko'ladi. Ondan sandal kashini, ko'nglikini shimini selib tashlab, mayka va ko'sar bilan loy etishga boshladi. U ishni shundoq ko'ch va did bilan ishladiki, gullikning yanidagi uningga qarab, choy ichib o'tirgan uy egisini chin ko'nglidan ta'sirlanib ketdi. Chunki u saman aralashtirilgan loyni ketman bilanla emas, balki tizg'ich patqoqqa cho'kib, petiqtab chaylab etib-atdi. Bundaq yaxshi pishirilgan, o'zlik loyda suvalgan yerning ham siliq, ham mazmut bo'ladiganligini uy egisi yaxshi biladi. Shuni u Oqniyozdan bakma rozi bo'ldi. Ham ta'sirlanganligidan uni birdan orom elib, choy ichishga taklif qildi. "Uka, kichkina demingizni erib biror piyola choy ichib oling. Rahmat aka, tek charchimidi?" dedi Oqniyoz chochlarining orasidan sirg'ib eqiyotgan tarlarni beligi bilan surtib. "Avval layni obdaroq pishirib olay." Nurg'un ko'ch va ajrdan keyin loyni tayyor bo'ldi. Oqniyoz bir oz demini elib, 1-2 piyola choy ichib, endi tam o'ldashga kirishib edi, sirtdan qandoqdir birisining to'nish ovozi anglangandek bo'ldi. Oyoq tegishi yaqinlashgan sari Oqniyoz uning quloqiga nihoyatini tushunishliq to'nish ovozi ekanligini his qildi. Kimdi bu? G'unchi qiz bo'lib qolmasin yana? Yo'q, u bu yerda nima ish qiladi? Oqniyoz o'ylab, qiyos qilib, biror fikrga kelguncha taqildigan oyoq ovozi beshiga pistiranglik kapron yog'liq chekkan, manglay chochlarini budir qilib, kichkina xo'rim so'ngisi pulanglatgan holda o'ylab kirib keldi. Oqniyoz uning qarabli qoldi. "Oqniyoz, siz? G'unchi qiz?"
Her ikisi bir-biriga qarag'anicha bir daqiqa unsiz turib qoldi. Aqniyazning chiroyi o'ngib tatargandek, chechtagan ko'zlari qandaqdir bir o'ng'aysizlik, xijillik tuyg'usi bilan parqirab ketgandek bo'ldi. Lekin G'uncha qizning jarannigidek do'galak, yo'g'on ko'zlari xushal va o'tliq edi. Xuddi sabiy bolalarnigidek g'arazsiz parqiraydi. U darhol o'ziga kelib, Aqniyazni o'ng'aysiz ahvoldan qutuldirish uchun oldirab tinab so'zlashga boshladi. Mening uyim mushu, oqshom hadamnikida qolib qolgan. Dadam sizni tepibdi-da, hajat yaxshi bo'pti. Uy ichini heliq odamning ovozi qopladi. G'uncha, keldingmi qizi? G'uncha qiz Aqniyazga hozirli chiqaman deb qo'yib, dadasi onasi bilan ko'rishish uchun uyga kirib ketdi. O'ylida yolg'iz qolgan Aqniyaz xuddi bir tuyuqsiz ko'mshirga kelishtirib mush urib qo'ygandek silkinib esiga keldi. U nima uchundir qo'lidagi suvoq saymonlarini tashlab, atrofiga alanglab qaradi. Boya serib tashlagan kiyimlarini izladi, lekin kiyimi ko'rinmaydi. Balkonni yiliqli odam pokizrak tursin deb uyiga akirib qo'ydimikin? Aqniyaz oldirib qoldi. Endi kutib turishga bo'lmaydi. G'uncha qiz yana ho'yraga chiqib qolsa, bu yerdan qutulish tez edi. Shu taqda Aqniyazning kallasida birli fikr. O'zi yaxshi ko'rgan bir qizning uyida ma'dikor ishlashdan ortiq xo'rlik bormi degan g'alati bir fikr hukmron edi. Bu fikr zodi na'dan keldi? Uningga qanday ta'sir qildi, o'zini bilmaydi. Balkim bu yiroqdagi g'oyibona kundishi sultonni o'ylab, o'ziga selishtirib, shunday fikrga kelgandir. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.